Farg'ona shahridagi birinchi ixtisoslashtirilgan maktab-internatida raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi, Farg'ona viloyati hududiy boshqarmasi hamda O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish federatsiyasi viloyat hududiy birlashmasi hamkorligida rahbar va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Kuni kecha prezidentimizning tashrifida prezidentimiz biz yoshlarga juda ham katta ishonch bildirdi. Yoshlarga juda ham ko'p motivatsiya berdi va biz prezidentimizning ishonchlarini oqlashga doim harakat qilamiz. Xuddi shunday tadbirlar doirasida juda ham ko'plab rahbarlar bilan uchrashyapmiz va bu bizga o'z fikrimizni yetarlicha rahbarlarga yetkazib berishga yordam beryapti. Uchrashuvda so'z olganlar davlatimiz rahbari tomonidan yoshlarga ta'lim olishi, tadbirkorlik faoliyatini boshlash, innovatsion g'oyalarini ro'yobga chiqarish uchun imtiyoz va imkoniyatlar yaratilayotganini alohida ta'kidlab o'tdilar. Kiberxavfsizlik, giyohvandlik va jinoyatchilik kabi xavfli illatlardan ehtiyot bo'lish zarurligi aytildi. O'zbekiston Respublikasining raqobat to'g'risidagi hamda iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunlari haqida ham tushunchalar berildi. Bizga mana tushuntirishlar berishdi. Mana biz hozir raqamli texnologiyalar asrida yashayapmiz. Mana hozir hammamiz mobil aloqa apparatlarini ishlatamiz va har xil raqamli firibgarlar bizni bezovta qilishyapti va shunday vaziyatlarda qanday chora ko'rishimizni o'rgatishdi. Masalan, tegishli joylarga ariza topshirish kerakligini tushuntirishdi. Uchrashuv davomida iste'molchilarning qonuniy huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilish, aholi murojaatlarini tizimli ravishda o'rganish va ularga tezkor, samarali yechim topish masalalari haqida ham so'z bordi. Yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar oldilar.